Cenab-ı Hak nimasiga ihson qiladi? Polni ochib cho'milyapti, va o'zi ihson qiladi. Uyingizga sarflang, oilangizga sarflang, singlingizga, opangizga sarflang. Ba'zi yedirasiz, opa erga tegib ketgan, qiynalib yashaydi. Nimasi ihson deb o'ylaysiz? Ihsonmi? Hech ham ihson emas. Bir devor qo'shni devori oqiyotdi. Ba'zi ihson. Nimasi ihson? Olib keling, 20 mingta qish. Ustiga mana 4 million puling, ol buzib urib qo'ydi. Qiling mana ihson mana shu bo'ladi. Qo'shni uyda kasal yotdi, lecheniya. Biz borib Qur'on o'qib duo qilyapmiz. Nima bo'ladi? Xatardan teraga chiqmaydi bu duo. Qiling olib kirib bering o'sha 7 million pulingiz o'sha kasalga olib kirib bering, lecheniyasini o'sha bechora. Mana hozir bir ayol keldi. Surxondaryo. Jigari serroz bo'lgan. 30 ming dollar operatsiya. Serroz degani qo'pol qiladi.